gapirib ketaman. Ketadi. Yozda muzdakkina, qishda issiqqina o'tiraman deb yurgan akalarim uchun mana sizlarga O'zbekistonda hozirgi kunda internetda chiqqan, ya'ni pena lomboz xizmatlari do'stlar. Buni yaxshi tomoni do'stlar, oddiy loy lombozlar bo'ladigan bo'lsa, tepasidan qo'ysalar ham bo'ladi yoki bo'lmasa, yangi uchastka qurgan akalarim uchun loydan 2-3 barobar arzonroq hamda 2-3 barobar yengilroq hisoblanadi do'stlar. Eng zo'r tomoni 20 ta 30 ta odamni chaqirmaysizlar, bunaqa loy lombozlar qilishni o'rniga pena lomboz qiladigan bo'lsangiz do'stlar, akalarimiz o'zlari kelishadi, juda chiroyli holatda xizmatlar ko'rsatishadi. Eng asosiysi narxlar ichida vodiy bo'ylab mana shunday holatda quyib berishadi. Buni zo'r tomoni do'stlar, mana shunaqa issiq kunlarda yoki bo'lmasa qishda sovuq kunlarda uylarga sovuq o'tkazmaydi, yozda esa issiqda o'tkazmaydi. Xonda hozir to'liq ma'lumotni Shukurlar akamizdan olamiz. Assalomu alaykum. Shukurlar aka, damlador yaxshimisiz? Damlador. Rahmat aka, do'shur. Charchamaysizlarmi aka? Rahmat. Xo'p, aka mana hozir O'zbekistonda rosa trendda bo'lyapti aka bu narsa aka. Xo'p, loy lombozdan ko'ra nima afzalliklari bor aka bular? Loydan afzalliklari birinchidan yengil bo'ladi. Ikkinchidan yorilmaydi. Yorilmaydi. Uchinchidan issiq sovug'i yaxshi ushlaydi. Ya'ni loy lombozga o'xshatib narxi. Misol uchun deylik 20 ta 30 ta odamni chaqirish hojati bo'lmaydi aka. Hashar qilib, turpoq olib kelib hovlini loy qilishdan odam qutulyapti-da. Tezda bo'ladi. Yaxshi tomoni do'stlar, nima shunaqa eski uylar bo'ladigan ham bo'lsa, xohlasangiz loy lombozning tepasidan ham quyib ham berilaveradi aka. Hozir bu loy yuqori bo'lib qolgani uchun ustidan quyib yuborilyapti-da. Yana bir qator yangi tomlarga ham quyilaveradi. Yangi tomlarga ham quyilaveradi. Buni yaxshi tomoni do'stlar, yangi tomlarga qildiradigan ham bo'lsalar do'stlar, nima deydi, o'zlari hamma yo'ldan olib kelishadi, quyib berishadi va xudo xohlasa bemalol maza qilib o'tirasiz. Zo'r tomoni tomlarga ham akkuratni juda chiroyli holatda turadi aka. Oppoq bo'lib, tekis bo'lib turadi, keyin changimaydi, shamollarda. Xo'p, qanchada qatiydi aka quyib bo'lishgandan keyin? Quyilgandan keyin 2-3 minutda qotadi. Keyin 1-2 kundan keyin o'zidagi namni chiqarib yana bir yumshashni boshlaydi. Rost mana 1 oy, 1,5 oylarda qotadi. Demak, quyib bo'lgandan keyin mana do'stlar, hozir quyib bo'lishdi, taxminan bir 10 minut oldin quyishdi. Bemalol odam yursa bo'ladigan holat, lekin narsa tashlash uchun yoki bo'lsa narsalarni olib chiqmoqchi bo'lsalar, taxminan 1 oy atrofida kutish kerak bo'ladi aka. Rasman qurib olgandan keyin bemalol olib chiqib bo'ladi. Bemalol narsalarni aqsa bo'ladi. Ombor sifatida foydalaniladigan bo'lsa, tomlardan, molxonaning tomlari bo'ladigan bo'lsa, unda sal qalinroq quyiladi. Qalinroq bo'ladi. 5 sm emas, 10 sm quyilaveradi. O'shani tavsiya beramiz. Ya'ni holatiga qarab turib, oddiy tom bo'ladigan bo'lsa 5 sm dan, agar ombor sifatida foydalanaman dedigan bo'lsa 10 sm yoki bo'lmasa 15 sm atrofida quyib berilaveradi. Aka, bu holatiga qarab turib aka. Xudo xolasa do'stlar, bu qaranglar. Do'stlar mana hozir bu tomonga qo'yilyapti, keyin nari tomonga xudo xolasa chiroyli holatda qilib berishadi. Xo'p, aka, narxlari nech puldan boshlanadi aka bular? Xo'p, narxlari 5 sm-ligi 35 mingdan vodiy bo'ylab, boshqa joylarga kelishadigan narxda 10 sm-ligi 50 mingdan. 50 mingdan. Ha. Buning ichida hamma yo'g'i o'zingizdan bo'ladi. Hamma mahsulotni o'zimiz olib boramiz. Uy egasi faqat suv tok bilan ta'minlab bersa bo'ldi. Uzar joy bo'ladigan bo'lsa, yotib qolish joylari, abed anaqa ta'minlab bersa bo'ldi. Oziq-ovqatlar. Qolgan hech nima talab qilinmaydi. Yo'q. Pulini to'laydi, bo'ldi. Kvadrat metrni hamma narsasini o'zimiz olib boramiz. Juda ham zo'r do'stsa. Bu ishga qiziqadiganlar uchun o'rgatib ham qo'yadimi aka? O'rgatib ham qo'yamiz, o'zimizning stanovlari bor. O'sha telefon qilishsa, o'zimiz stanovini beramiz, o'rgatamiz. Bir-ikkita agar tushunmagan bo'lsa, o'zlari kelib biz bilan ishlashlari ham mumkin. O'rgatishlari mumkin. O'rgatib beramiz. Xudo xolasa. Xo'p, endi aka misol uchun deylik, bu ishni o'rganmoqchi bo'lganlar uchun daromadi qiziq bo'ladi aka. Oyga o'rtacha nech pul topsa bo'ladi aka? Beramang hisobda. Endi ishlashga qarabda baribir. Ishlashga qarab, eng kam bir 500 dollardan boshlab maksimum 1,5 harakat qilgan topadi. Harakat qilsa qarab ketaveradi. Juda ham zo'r do'stlar. Xo'p, stanovning narxi nech pul turadi aka buni? Stanovning narxi 300 dollar turadi. 300 dollar atrofida turadi hozirgi kunda. Juda ham zo'r do'stlar, xudo xolasa. Mana do'stlar, yangi quyishyapti. Bemalol xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Kelishilgan narxlarda soqqani bosqalarni oldim sanayni. Bu tomlarga ayniqsa katta zavodlar, ishxonalar bo'ladigan bo'lsa, akalarimiz aloqaga chiqadigan bo'lsa, aytilayotgan narxlardan xudo xolasa yana ham chegirma nimalar qilishadi. Xo'p, bir kunda aka necha kvadrat metr quyib olasizlar aka? 100-150 kvadratgacha quysa bo'ladi. 100-120 kvadratgacha quysa bo'ladi. Juda ham zo'r do'stlar, mana. Oddiygina akalar kelishadi. Sizlar ishchilar talab qilinmaydi. Shu ko'k bilan suvni ta'minlab beradigan bo'lsa, qolgan narsalar akalarimiz olib kelishadi. Yaxshi tomoni do'stlar, tomlarni akkuratni turadi. Hech qanaqa chayitpayi, notekis bo'lib turmaydi, bir xilda turadi. Yaxshi tomoni do'stlar, quyilgandan keyin o'zi past baland joylarni o'zi to'ldirib ham ketaveradi do'stlar. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab 35 ming so'mdan 50 ming so'mgacha xudo xolasa kelishilgan narxlarda qilishadi. Sizlarga fotoga rahmat aka, tanlgan ma'lumotlar uchun rahmat aka, sog' bo'linglar. Albatta soqqan bosqalarni oldim deyishni unutmanglar.